Uka bizdan ancha pul o'tdi, qaravering-chi. Oka 28 ming o'tdi. Uka 20 pulimda. Kechqurun 8 ming paynet qilib qo'ysam bo'ladimi? Oka, mana shu telefon kontaktda 30 dan 40 ta borda paynet qiladi. Hech kim paynet qilmaydi, oka. Yo, böyle erkak kishimiz ko'chada yuramiz, poddesh qilib turing endi. Qilishga qilaveraman, oka, qilmaydi. Hech kim telefon nomeriga telefon qilsangiz boshqa kishining nomeri deb yuboradi, oka. Adashdingiz deb yuboradi, oka. Xudo xohlasa kechqurun paynet qilib mumkin. Biladimi? Erkak kishimiz-ku. Aytmabsiz, oka, o'shani ayttirib. Bo'ldi, ishondim, lekin mana kamera ikkitamiz suhbatimiz yozdi, oka. Agar bugun paynet qilmasangiz so'ra qilib yuboraman, oka. Oka, unaqa nima? Pulim berdi endi, oka. Maydalagim kelmadi xolos, oka. Pulingiz turib yo'q deysiz-ku o'zi. Endi kerak bo'ladi. O'shanga maydalagim kelmadi xolos. Beraman, maydalab beraman. 200 ming ekan xolos-ku. Mana olib bering, oka endi. Xullas, taksida shunaqa holatlar juda ko'p uchratdi. Kecha shu holat bo'libdi. Telefonni kutida bitta 200 ming so'mlik turibdi, lekin belgisi kelmayapti. Tushunmayapti klientlarga qanaqa qilib ishlashga. Telefonni kontakti polni qarzdor bilan kontakt bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha ushbu videoni olib chiqdi.